1, 2, 3. Ana, svetofor yondi. Yo'l bizniki. Voy, nima qilyapti bu yo'l bizniki? Ey boshim. Farg'onada aynan mana shunday dahshatli avtohalokat sodir bo'ldi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur holat yuzasidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, voqelik 2024-yilning 19-sentyabr kuni kechki soat 16:30 atrofida Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida ro'y bergan. Aynan mana shunday avtomashina haydovchisi svetoforning qizil chirog'ida to'xtamay, harakatni davom ettirishi natijasida to'qnashuv yuzaga kelgan. 1992-yilda tug'ilgan haydovchi BYD Song Champion rusumli avtomobilni boshqarib kelayotib, svetoforning qizil chirog'iga amal qilmay harakatlanishi natijasida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli transport vositasi bilan to'qnashgan. Shundan so'ng boshqaruvni butkul yo'qotgan BYD haydovchisi yo'l chetidagi svetoforga ham urilib, uni yiqitib yuborgan. Natijada Cobalt avtomobilining haydovchisi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu holat yuzasidan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Belgilangan yo'l qoidalariga amal qilishlik eng avvalo o'zingiz va yaqinlaringiz xavfsizligi uchun ham muhim ekanligini aslo unutmang.